Mana shu birinchi etajda turadiganlar, davlatdan kompensatsiya olish kerak. Oyligiga dvoynoy qo'shilib berilishi kerak. Har 6 oyda bir marta davlat hisobidan bular borib sanatoriyada dam olib kelish kerak. Sababini aytib beraman. Mana men birinchi etajda turaman-da. Mana ishonasizmi? Dunyoning bor g'og'osini o'sha birinchi etajga kelgan. Mana oddiy misol. Ertalabdan, mana hozir qish kuni, ertalabdan uyimizning oldida katta zavod ishga tushadi. Men hayron qolaman-da, mana mashinasi borlar. Nimaga domni tagiga tiqib olib qo'yasiz? Nima u qiyommi, u sovqotadigan? Nima o'g'ilib ketadimi uni? Domni tagiga tiqib qo'yadi, keyin bular ertalab qizdiradi. Uyg'otadi o'sidi. Endi mana palaka Damas degani bor ekan. Mana Damas'i borlar. Qizdirishdan nimani tortib qo'yasizlar? O'shani tortmanglar, iltimos. Voy, u meni g'ir qilib turar ekanda u. Keyin uni bir to'ta qilgan. Voy,